Ka'ba men tarafda bo'ladi. Ka'ba tarafda odam juda ko'p bo'ladi. Ayol, erkak aralashayotgan bo'ladi. Biz nima qilamiz? Ka'bani oldiga borib turamiz. Ka'bani oldiga borib turganimizda begona odam o'zi kemasligini boshlaydi. Boshqa joyga o'tib ketadi. O'tdagi turgan ayol, erkak aralashi sekin-sekin to'yib chiqib ketaveradi. Bu degani Ka'bani oldi bo'shaydi. Ka'bani oldi bo'shasini hisobiga sizlar sekin yarim qadam yurasiz. Sizlarni narigi tarafingizda erkaklar himoya qiladi. Boshqa erkak kelmaydi sizlar tarafga. Keyin uchta turib olasizda, 1 minut siz turasiz. Keyin orqangizdagi ayol aytadi: "Hojona, o'ting" deydi. Keyin joyi almashasiz turgan joyingizda. Ka'bani o'pib bo'lmaydi. Ka'bani o'psa shirk bo'ladi. Ka'baga qiblagohi sifatida peshanangizni qo'yasiz, duo qilasiz, bo'ldi. Tushundingizmi? Allohdan gunohlaringizni kechirishini so'rashingiz mumkin, lekin boshqa narsa qilmang. Tushundingizmi? Ka'badan narsa so'ramaysiz, Allohdan so'raysiz. Tushundinglar? Bo'ldi. Lekin Ka'bani oldi bo'shab tursa ham men yetmagunimcha yopishib ketmang. Kelishdikmi? Chunki erkaklar zanjir bo'lib turibdi, sizni himoya qilib turibdi. Siz yopishib ketsiz, bizlarning tartibimiz buzilib ketadi. Siz orangizdan begona erkak kirib keladi. Shu bilan nima bo'ladi? Begona erkak qo'shib qoladi oramiz. O'shaning uchun biz o'zimiz sizlarni himoya qilib olib chiqamiz. Keyin aytaman. Bo'ldi, chiqinglar bu yoqqa deganimda, hamma o'zini sherigini ushlab oladi. O'sha sherigi bilan birga qaytib kelamiz bu. Xatim. Mana shu xatim bo'ladi. Ka'bani qurilmay qolgan qismi. Kimki shuning ichida namoz o'qisa, Ka'baning ichida namoz o'qigan bo'ladi. Hozir yopiq lekin ochilsa xudo xolasa olib kelamiz.